Qaranglar, bu mijozimda qanaqa holat bo'lyapti? Mana homila jinsini aniqlatishga menga yozdilar. Assalomu alaykum deb homila jinsini aniqlatmoqchiman deb mana yozyaptilar. Hozir homiladorman. 2 qizim bor, 3-homiladorlik deb jinsini aniqlashga to'lovlarni qilyaptilar. Eng ko'p 20 talik metodikaga va aniqlab chiqyapman. Yuqori foizda qizaloq chiqyapti mana natija va yozyaptilar mijozim. Mana hamma javoblari ham olingan. Yozyaptilar. O'zida ham qiz dedi, lekin 5 ta doktorga hisoblatdim. Ginekologlarning hammasi o'g'il deb chiqarib yozishdi deb yozyaptilar. Bu homila haftasi ham yaxshigina, javnaqa kichkina ham emas, katta ham emas, lekin menda ham qizcha chiqyapti. 20 talik metodikada. Mana natijamizni o'zi ham qiz deb tasdiqlab berayotgan ekan. Ilohim oxiridan suyuntirsin. Endi metodikalar juda ham ko'p, men sizlarga aytsam 50-60 ga yaqini bor. Shuning uchun nechta odamga borib aniqlatsangiz, hammasida har xil javob chiqishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Men maksimal darajada jamlangan metodikada mana bu mijozimnikini ko'rib chiqdim. Ko'ryapsizlar, 5 kishida o'g'il chiqqandan so'ng menda qiz chiqyapti. Men chiqqan narsani beraman. Juda ham katta foiz bilan qizga kelyapti hozir bularniki. Nima bo'lganda ham avvalo sog'lomidan bersin, xayrlisidan bersin va ilohim keyingi o'rinda har bir obunachilarimga kutganidan bersin.